Milodiy 552-yil Shimoliy Fors hududlarining yo'llarida ikkita Rim ruhoniylari Xitoydan o'zlarining diniy targ'ibot missiyalaridan qaytishayotgan edi. Qizig'i shundaki, ularning oddiygina diniy ibodatlari o'zlari bilmagan holda ulkan sanoat espionajiga aylangan edi. Ular hassalarining ichida minglab Xitoyning ipak fabrikalaridan o'g'irlangan pilla qurt tuxumlarini berkitgan bo'lib, bu tuxumlar yorilganida ulardan chiqqan qurtlar mamlakatlar aro juda qimmatbaho va foydali bo'lgan siz-u biz bilgan ipakni ishlab chiqarishni boshlar edilar. Qizig'i shundaki, Xitoy imperiyasi ipakning ishlab chiqarilish jarayonini asrlar davomida sir saqlab kelib, bunga shunaqangi qat'iy qarashganidan sirni ochmoqchi bo'lgan barchani boshidan judo qilishgan edi. Va o'sha paytlarda dunyoning aksar qismi ipak daraxtlardan paydo bo'lgan deb o'ylashgan. Bu sir esa Xitoy uchun dunyoning eng premium mahsuloti ustidan butunlay kontrol va monopoliyani bergan edi. Ammo ruhoniylar xavfsizlik bilan Yevropaga yetib borar ekan, bularning barchasi o'z nihoyasiga yetadi. Qarabsizki, ko'p ham o'tmay, Sharqiy Yevropa bo'ylab bir necha ipak fabrikalari ishga tushishni boshlaydi. Bu ish bir vaqtning o'zida Rim ekonomiyasini kuchaytirib, Xitoyning 3000 yillik monopoliyasiga yakun yasagan edi. Bugun biz ipakning qanday qilib qurtdan siz-u biz kiyuvchi kiyimlarga aylanishi o'rtasidagi barcha bosqichlarni ushbu animatsiyalar yordamida ko'rib chiqamiz. Animatsiyalar Primal Space kanalidan olingan bo'lib, nutq shaxsan o'zim, Kamina Abdusalom tomonidan tayyorlangan. Qani boshladik. Tarixda ipak minglab yillar davomida imperatorlarning mutlaq status ramzi bo'lgan. Tabiiyki, bu degani ipakka pul yetgan barcha kuchli insonlar undan status sifatida foydalangan. Ipakning qiymati shunchaki jiddiy ediki, ba'zi joylarda uning qiymati oltindan ham ko'proq bo'lib, ipak valyuta sifatida foydalanilgan edi. Kalta va bir-biriga ulangan dag'al tolalardan iborat bo'lgan paxta iplardan farqli o'laroq, ipak uzluksiz uzun va silliq bo'lgan tolalardan iboratdir. Lekin savol tug'iladi. Bunaqa ajoyib matoni qurtdan olish odamlarning xayoliga o'zi qayerdan kelgan edi? Demak, afsonalarga ko'ra, salkam 5000 yil oldin qadimgi Xitoy imperator malikasi ertalabki choyni tut daraxti tagida ichar ekan, to'satdan piyolasiga noma'lum narsa qulab tushadi va keyingi daqiqalar ichida qulab tushgan noma'lum narsa sekin-astalik bilan atrofida tola shakllantirishni boshlaydi. Qiziquvchan malika esa bu tolani yulishga harakat qilar ekan, tola 100 metrdan yiroq masofaga uzilmasidan cho'zilishiga guvoh bo'ladi. Keyinchalik esa u choynagiga tushgan asli nimaligiga amin bo'ladi. Pilla qurtlar aslida ipak kuya nomli kapalak tuxumlardan paydo bo'ladi. Tuxumlar ochilgandan keyin odatda ular bir oy davomida faqatgina tut barglarini yeb katta bo'ladi. Va ayni o'sha damlarda esa oq va qora tut daraxtlari faqatgina Sharqiy Xitoy hududlarida o'sar edi. Qizig'i shundaki, bu qurtlar bir oy ichida qariyb 10,000 barobarga kattalashadi. Balog'atga yetgandan so'ng pilla qurtlar ipak yasashga tayyor bo'ladi. Ipak ishlab chiqarishni boshlagan qurtchalar keyingi 3-4 kun mobaynida o'zlarini pilla g'ovagiga o'rashni boshlaydilar. Ularning maxsus oqsildan tashkil topgan so'laklari havo bilan reaksiyaga kirishar ekan, sekin-astalik bilan qattiqlashadi. Hayratlanarli tomoni shundaki, har bir pillada o'rtacha 1 kilometrgacha tola bo'ladi. Garchi o'ta ingichka bo'lishiga qaramay, ipak tolasi o'z hajmi va qalinligi uchun tabiatdagi eng qattiq va chidamli tolalardan biri. U hatto bir xil qalinlikdagi temir tolasidan ham chidamliroq. Ipak material uchun tolalarning eng muqaddas manbasi edi va qadimgi xitoyliklar esa qanday qilib bu manbadan foydalanishni o'rgangan birinchi xalq bo'lishgan. Avvalambor ular pilla qurtlarni padnislarida tut barglari yordamida boqar edilar. Payti kelib, qurtlar pillaga aylanganida esa ichidagi kapalak ipakka zarar yetkazmasligi uchun issiq suvga solinar. Issiq suvda erib yumshagan va uchi ochilgan pilla tolalari esa maxsus cho'tkada bir vaqtning o'zida bir necha pillani uchini tutgan holda ipga aylantirilar va o'rar mexanizmida g'altakka o'ralinar edi. Bir necha g'altaklar birlashib, qalinroq va baquvvatroq ipak tolasini hosil qilishgan. Keyingi qadam insoniyat tarixidagi eng muhim kashfiyotlardan bo'lgan dastgoh mexanizmi. 2013-yili Xitoyda yangi metro qurilish ishlari olib borilar ekan, qurilish ishchilari ayni shu 2000 yillik tarixga ega dastgohlardan birini kashf qiladi. Bu apparatlar juda mustahkam va juda murakkab, o'z davrining ilk kompyuterlaridan bo'lgan. Ular allaqachon programmalangan tasvirlarni tolalar bilan materialga aylantira olar edi.
Bu tolalarni esa imperator kiyadigan darajada matolarga aylantirish uchun tolalar ajabtovur muhandislik talab qilishar edi. Qizig'i shundaki, mato to'qish texnikasi allaqachon mavjud edi. Ikki tomondan bir-birini kesib o'tuvchi iplar orqali mato yasash allaqachon butun dunyo uchun ayon hunar bo'lgan. Ammo bu jarayon juda ham ko'p vaqt olar va juda mayda ish bo'lganligi uchun faqatgina o'z ishini ustalari bu jarayonni uddala olgan edi. Ammo bu qiyinchiliklar qadimgi Xitoy muhandislari avtomatik dastgohni ishlab chiqarishganlarida o'z nihoyasiga yetadi. Dastgoh quyidagicha ishlar edi. Bir necha qator tolalar dastgohni u yoq uchidan bu yoq uchigacha tarang qilib o'ralgan bo'ladi. Markazda esa bu tolalar pedallar orqali ko'tarilib tushirsa bo'ladigan ekranlardan o'tadi. Bu ekranlar tola o'tishi uchun kichkina teshikka ega simlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu orqali tolalar birin-ketin ikki xil burchakda tura olishi qobiliyatiga ega bo'ladi. Tolalar ajratilar ekan, ularning orasidan to'qima deb nomlangan tola o'tkazilar edi. Ko'rib turganimizdek, bu jarayon takrorlanar ekan, ajoyib bir tartibda mato hosil bo'ladi. Qiziqarliroq tasvirlar yaratish uchun esa qo'shimcha ekran o'rnatilsa bo'lar edi. Bu orqali har keyingi emas, har 3-tola ajratilishi mumkin bo'lgan. Misol uchun, birinchi tolalashda 3-ekran tushirilsa, to'qar tola birinchi ikkitadan tagidan va 3-tolani ustidan. Keyingisida esa ikkinchi ekran va nihoyat 3-to'qimada birinchi ekran tushgan holda ajoyib bir diagonal tasvir paydo bo'lardi. Qo'shimcha ekranlar qo'shgan holda esa juda murakkab va ajoyib tasvirlar hosil qilsa bo'lardi. Bu qadimgi dastgohlar eng birinchi ikkilik sanoq qonunida, ya'ni binary qonunida ishlovchi kompyuterlar kabi ishlar edi. 1 va 0 larning o'rniga esa tola yoki ekrandan o'tar edi yoki o'tmas. Ekranlarning ketma-ketligi ayni qaysi qator ajralishni hal qilar va tolalarni bir necha ekranlarning maxsus bir teshiklardan o'tkazib, murakkab va qayta-qayta tushuvchi tasvir hosil qilsa bo'lardi. Bu chizmalarni hosil qilish oson bo'lishi uchun dastgohning ustida muhandislar kran joylaydilar. Bu kran orqali har bir ekran birma-bir ketma-ketlikda ko'tarilib tushirilsa bo'lardi. Texnologiyaning kalit sifati shundan iboratki, har qanday qo'lidan ish keladigan ishchi bu ishni qila olar edi. Bu esa katta o'lchamdagi matolarni ulkan hajmlarda ishlab chiqarilishiga sababchi bo'lgan ipak sanoatini hosil qiladi. Sanoat Xitoy imperiyasini qamrab olar ekan, 60 tadan ziyod ekranga ega dastgohlar ishlab chiqarila boshlab, murakkabroq tasvirga ega matolar paydo bo'lgan. Pilla qurtlar esa sun'iy tanlov evolyutsiyasi orqali qalinroq, qattiqroq ipak ishlab chiqarilishi uchun yetishtirilar edi. Qanday qilib ishlab chiqarilishini bilmagan butun jahon aholisi esa bu ipakni kiyish uchun ko'plab pullar to'lashga tayyor bo'lishgan. Eng qizig'i shundaki, ipak sanoatini monopoliyaga aylantirgan Xitoy ipak sotuvini o'z yo'liga qo'yish maqsadida siz biz biladigan va aslini olganda ayni markazda yashaydigan, sharqdan g'arbga sayohat qiluvchi buyuk ipak yo'lini tug'ilishiga sababchi bo'ladi. Yaqin o'tmishdagi og'ir sanoat rivojlanar ekan, qadimgi dastgohlarga qaraganda ancha murakkabroq apparatlar ishlab chiqarila boshlangan. Ammo butun dunyo bo'ylab o'nlab milliardlab dollar ekonomiga ega ipak sanoati oddiy bir pilla qurtlardan paydo bo'lgani hayratga qolishga arziydigan bir qissa. Va bu qissa meni o'ylantiradi. Tabiatimiz o'z ichiga yana qanday sirli boyliklarni va kashf qilinmagan sanoatlarni yashirgan ekan-a? Fikringizni izohlarda qoldiring. Va agar buyuk ipak yo'li to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Inception jamoasi keyingi videoda ko'rishguncha